Mana shu ko'ryapsiz, sho'rvani qaynashini aka, mana qarang, go'shtlar ko'ryapsizmi? Ishtahani ochyapti. Farg'onada sho'rva ko'p, juda ko'p joyda sho'rva qiladi, to'g'ri. Bu 100% u beraman. Lekin Farg'onani Oqbulol qishlog'i bor, Chimyonni yo'lida, agar bilsalaring, shu Oqbulol qishlog'iga kelganman. Agar ishonmasalaring, kartoshka solmaydi. Faqat piyoz bilan laqim go'sht, mana ko'ryapsiz. Laqim go'sht tushonka dam oladi, qarochi. Buni oldim. Kechpay soat 2 da soladi, ertalab soat 6 ga sho'rva pishadi. Faqat go'sht bilan sho'rvaning suvini quyib beradi. Mana osh bo'lyapti. Bitta osh bo'lyapti, ikkinchi osh bo'lyapti. Xolasiz qora qaltirada, xolasiz oq urug'da, xolasiz achchiq osh. Zakazga telefon qilasiz, aka, bunaqa osh qilib qo'ying deysiz. Yoki sho'rva bormi, yo'qmi? Hozir tashqariga olib chiqib harakatsan ko'rsang, somsagacha bor. Uyda ichida bo'ladi. Bunaqa joy bitta. O'zbekiston bo'ylab agar mana shu joyni topsangiz, jo'natsangiz, bor reklama qilib beraman. Tashqariga chiqib oldim, bu non milliy non. Tandirda non yopiladi, ya'ni uyda qilinib, o'sha molni sog'ilib, un qilib non qilinadi. Qarang, mana shu yerda o'zida, oshxonaning o'zida. O'zimizning milliy. Yoshligimizda bo'lardi, ham non yopib berardi, mana misol uchun. Siz ham onangiz non yopib bergan, bitta like bosib obuna bo'lasiz. Mana Oqbulol sentriga kirib ketish, bir 5-600 metrdan keyin Oqbulol sentri. Birinchi svetofor Oqbulolga kirayotganimizda mana yo'lni bo'yida. Eslab qoling, kroshkali uy. Kroshka oldi, mana somsa tandiri bor, ariqning ustida. Nima ovqatlar bor? Bundan tashqari o'zimizdan shu ovqatlar. Sho'rva, lag'man, mastava, ko'cha, chuchvara, vaju, bedana sho'rva, damashni tovuq, jiz, monti, somsa bo'lyapti. Mana 3 xil osh. 3 xil osh. Padzakasan qilib beraverasiz. Ha, padzakas, pirojok, bo'yin, hamma yoq qilib beraverasiz. hamma yoq qilinadi, zakas. Nechdan nechga ishlaysiz? Ertalab bomdoddan keyin boshlaymiz, soat 12:01. Kechasi. Bemalol nomga sho'rva doim boraman. Like bosib video tarqatib kelaverasizlar.